Yurtimiz hayotiga oid xabarlarga qaytamiz. Har bir bola o'z iqtidorini namoyon qilish, orzularini ro'yobga chiqarish huquqiga ega. Ayniqsa imkoniyati cheklangan bolalar uchun bu 2 karra ilhom baxsh etadi. Qoraqalpog'istonda o'tkazilgan Sen iste'dodlisan Respublika tanlovining hududiy bosqichi ana shunday ezgu maqsadga xizmat qildi. Tanlovda tasviriy san'at yo'nalishi bo'yicha ishtirok qilayotgan Mohinur Artiqboyeva To'rtko'l tumanidan tashrif buyurgan. Mening dunyoyim mavzusida berilgan topshiriqda ishtirokchimiz o'z hayotini aks ettirmoqda. Mohinur Artiqboyeva hozirda 8-sinf o'quvchisi va u uyda yakka tartibda ta'lim oladi. Men bu tanlovda o'zimning hayotim haqida qisqacha bayon bermoqchiman. Mening hayotim sport bilan bog'liq ham deb hisoblasak bo'ladi, chunki men 2 yildan beri sportchiman va men bu rasmda qanday qiyinchiliklardan o'tganim va mening yutuqlarim haqida chizaman. Men 2 yildan beri sportning para-yengil atletika va para-wrestling turi bilan shug'ullanaman. Unda ko'plab yutuqlarga erishdim. Eng katta yutuqim bu Jahon Kubogi musobaqasi bo'ldi va bunda men faxrli 1-o'rinni egalladim. Shu bilan birga bo'sh vaqtlarimda tasviriy san'at bilan ham shug'ullanaman. Bu mening hobbim deb hisoblasak ham bo'ladi. Tanlovning Qoraqalpog'iston bosqichida barcha shahar va tumanlardagi 34 ta umumiy o'rta ta'lim maktablaridan, 6 ta inklyuziv ta'lim sinflaridan, 27 ta uyda yakka tartibda ta'lim olayotgan o'quvchilar ishtirok etdi. Tanlov an'anaviy ijrochilik va tasviriy san'at yo'nalishlarida bo'lib o'tdi. Mana o'sha 4 yil bo'libdiki, inklyuziv ta'lim tushunchasi kirib kelganga ta'limga. Ana endi biz nafaqat ta'lim, balki bu bolalarning, nogiron bolalarning qobiliyatlarini ham namoyon qilish uchun, o'sha qobiliyatlarni respublika darajasiga kerak bo'lsa, butun dunyoga tanilishlari uchun ularga tanlovlar o'tkaza boshladik. Bu yil dastlabki ilk tanlovimiz Sen iste'dodlisan tanlovi bo'lib, bu men ham shu vatanning bir bo'lagiman shiori ostida tashkil etilmoqda. Dastlab tajriba sinov tariqasida o'tkazilayotgani uchun 2 ta yo'nalishni tanlab oldik. O'sha tasviriy san'at hamda ashula aytish bo'yicha biz 2 ta yo'nalishda tanlovni o'tkazmoqdamiz. Mana bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi bosqichi, bu bosqichda 1-o'rinni egallagan 2 nafar har bir yo'nalishdan 1 nafar bolalarimiz respublika tanlovida ishtirok etib, Qoraqalpog'iston nomini himoya qilishadi. Hakamlar hay'ati tomonidan e'lon qilingan yakuniy natijalarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, an'anaviy ijrochilik yo'nalishi bo'yicha Bo'zotov tumanidan ishtirokchi Timur O'teboyev, tasviriy san'at yo'nalishida esa Nukus shahridan Moldor O'tegenovalar birinchilikni qo'lga kiritib, Toshkent shahrida bo'lib o'tadigan yakuniy bosqichga yo'llanmani qo'lga kiritdilar.